Men bugun bitta ma'lumot o'qib qoldim. Yangilik bo'ldi men uchun. Uganda degan davlat bor Afrikada. Ularning yalpi ichki mahsuloti 1 milliarddan oshadimi? Shunaqa agar adashmasam, yoki 100 milliardmidi? 100 milliard. 100 milliard bo'lsa kerak. Adashdim shekilli. Ya'ni kichkinagina davlat uchun yaxshi raqam bu. Va eng rivojlanayotgan davlatlardan bittasi. Ularning elitasi biz Isroil tarafda turamiz agar Isroilga juda jiddiy xavf kelsa. Nimaga? Biz qiynalgan paytimizda Isroil bizga yordam bergan. Biz hozir oyoqqa turib yalpi ichki mahsulotimiz sezilarli raqamga yetganda ularni yonini olmasligimiz kerak degan bir pozitsiya bildirdi. Bir qaraganda, bir chetdan qaraganda adolatliga o'xshab ko'rinadi. Ya'ni qachondir sizga yordam berganga siz ham yordam berishingiz kerak. Lekin o'z Afrikaning markazidasan, Ugandasan, jahon bir tartibotida juda bir kuchli maqomga ega emassan. Senga qarab orientir oladigan davlatlar bormi yo'qmi bu bitta masala. Hali minbarlarda aytiladigan nutqlar Uganda bunaqa deydigan etapda emas. Nimanidir o'zgartiradimi? Yo'q. Bu shunchaki yoningda turib berdim degan ma'nodagi bayonotdan boshqa narsa emas deb o'ylayman. Hatto bu eronliklar buni mem qilib ham trolling qilib ham chiqishdi. Ya'ni bizga F-35lar kelib hujum qila olmadi. Boshqa samolyotlar kelib, ya'ni hattoki o'sha avia tashuvchilar, samolyot tashuvchi ulkan kemalar kelib ham raketalar otib ham tomogavklar ham uchib ham bizni yiqita olmadi. Seni nayzang nima bo'ladi bizga degan ma'noda kulishdi ham bu narsani. Shuning uchun bu xalqaro darajada biror bir sabab yoki biror bir o'zgarish olib keladigan munosabat emas. Munosabat qachon bo'lishi mumkin? Biz kuzatishimiz kerak bo'lgan munosabat arab mamlakatlarining haqiqiy munosabati yoki Turkiyaning munosabati. Mintaqadagi, ya'ni arab mamlakatlari bugungi kunga qadar juda ko'p marotaba, hattoki adashmasam 1,5 mingtadan ortiq bo'lib ketdi Birlashgan Arab Amirliklariga uchgan raketa yoki dronlarning soni. Shunga qaramasdan jim turishibdi bular. Nimaga jim turishibdi? Ularning o'zida ham ishonch yo'q hali. Bu deylik, bu vaziyat Amerikaning foydasiga chiqib ketadimi yoki Eronning foydasiga bo'ladimi? Shamol qayerga qarab ketsa shunga qarab. Hozir Amerikaga ishonib urushga kiradigan bo'lsa, o'sha mamlakatlarning har bitta hududi Eronning nishoniga aylanadi. Ya'ni hozir Eron aytayaptiki va hatto yaqinda bir Isroildagi antisionist sionist hukumatiga qarshi bo'lgan bir yozuvchi aytibdiki, Eron bugungi kunga qadar bir 3 mingdan ortiq raketalar otgan bo'lsa, 10 ta davlatga taxminan birortasi maktabga tushgani yo'q. Birortasi adashib biror maktabga adashib, hattoki mehmonxonalarni ko'zlayotgan bo'lsa ham o'sha etajini borib urishyapti. Ya'ni qaysi qavatda turgan bo'lsa, kim bo'lsa, qaysi qavatda bo'lsa o'sha xonalarni aniqlab, o'sha xonalarga qarab urishyapti. Va Eron buni rasman aytayapti. Biz amerikaliklarni qayerda ko'rgan bo'lsak, Amerikaga xizmat qilayotgan nimani ko'rsak uryapmiz va sizning hududingizda boshqa biror bir narsaga hujum qilmayapmiz. Birlashgan Arab Amirligida adashmasam Dubayda bo'lgan tinch aholining o'lishida ham isbotlab berishdi Eron va o'zlari ham tan olishdi. Ya'ni Patriot tizimi Eron otgan raketani urib tushiraman deb turib teskari ketgan, buzilgan va borib turib bir insonlarning uyiga borib tushgan. O'shanda ham bu bizning aybimiz emas, Amerikaning aybi degan gapni qildi. Umuman olganda hozirgi holatda o'sha aytganingizdek turli davlatlar turlicha bayonot qilishi mumkin. Asosan mintaqaning fikri muhim. Ayniqsa Turkiyaning fikri muhim va bu yerda aytib o'tish kerak, Turkiyani urushga tortishga hamma harakat qildi. Amerikani o'zi ham harakat qildi. Ochiqchasiga ham aytdi, ya'ni nimaga biz Erdo'g'an bilan birgalikda bu ishni qila olmaymiz degan ma'noda chaqiriqlar ham bo'ldi va hattoki Eronning nomidan Turkiyaga raketa uchirishganlar ham bo'ldi deydi. Injirlikni aytyapsiz, Injirlikmi? Bu nimani anglatadi? Agar Eronning raketasi Turkiyaga hududiga o'tadigan bo'lsa, bu NATOning 5-moddasi ishga tushishi kerak. Lekin bugungi kunda NATOning 5-moddasi bir marta ishga tushgan. Ochilishidan beri NATOning Afg'oniston masalasi bo'yicha. Lekin juda ko'p holatlarda bu 5-moddasi ishga tushgandan ko'ra tushmagan holatlar ko'p bo'ladi va agar qaysidir holatda bu 5-moddasi ishga tushmasa, bu NATO umuman bir samarasiz tashkilot ekanligi ma'lum bo'lib qoladi. O'zi
masalan Rossiya Ukraina urushi boshlanganida tarqoq bo'lib ketgan NATO orada bir jipslashib qolgan edi. O'shanda Shvetsiya, Finlandiya bu alyansga qo'shilib ketdi-da. Keyin mana Eron urushi boshlangandan keyin yana tarqoq holat yuzaga kelgandek tuyulyapti. Orada bir kleylangan davr bo'ldi. Qarasa sharqdan Yevropaga qarab xavf kelyapti. O'sha paytda bir kleylandi-da, hozir yana tarqoq, chunki ichkaridagi maqsadlar boshqa deymizmi yoki munosabatlar o'zga. Masalan, Ispaniyani o'zi ham hozir Ispaniya yo'q deyapti-yu. Shunday. Amerika boshlab berdi buni deb ayta olaman buni. Ya'ni NATOning kuchsizlantirishga, xuddi SSRni kuchsizlantirishga yoki nima deydi, tarqab ketishga SSRni ichidan sabab bo'lgan edi. Gorbachyovning siyosati deb aytiladigan bo'lsa, NATOning ham tarqab ketishiga yoki bunga ishonchsiz munosabatlarning shakllanishiga Trampning o'zi sabab bo'ldi. Trampning bayonotlari va Amerika birinchi degan siyosati Yevropa juda ham qo'llab-quvvatlanayotgani yo'q. Demak, Amerika birinchi bo'ladigan bo'lsa, Ispaniya ham birinchi bo'lishi kerak, Italiya ham birinchi bo'lishi kerak degan munosabatda va Yevropa bugun bir narsani anglayapti deb kuzatuvlarimga ko'ra aytaman. Yevropa bugun o'zing uchun o'zing harakat qil degan siyosatga o'tishni boshlayapti.